Shu top 3 ta xatoni aniq siz ham qilgansiz. Keling, men sizga shu xatolarni va yechimlarini ko'rsatib o'tib ketsam. Ungacha meni kanalimga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Qani bo'lmasam, ketdik. Birinchi xatoni ko'pchilik uzun sellerlar qiladi. Ya'ni kartochka yaratayotganda kartochkasini rasmi sal boshqacharoq razmer bo'lib qo'ygani kartochkasi blok bo'lib qoladi. Buning yechimi bor. Ya'ni Canva'da razmer degan narsa bor. Canva degan prilojeniyada razmer degan narsa bor. Razmer degan narsaga o'sha uzun marketda talab qilinayotgan razmerlarni yozib, dizaynni yaratib olgandan keyin rasmingizni qo'yib, rasmingizni kattalashtirib, o'zingizlarni o'sha uzun marketning kartochkalariga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Shunda kartochkalar bloklanishiga oldini oladi. Ikkinchi xatoga ham ko'pchilik deyolmayman, lekin uzun sellerlar duch keladi. Ya'ni oldindan tovarobga olib, keyin kartochka yaratishni boshlaydi. Unaqa qilish juda noto'g'ri. Agar sizlar oldindan tovarobga olib, keyin kartochka yaratsanglar, sotuvga chiqarsanglar, agar zakaz tushmasa, bu narsa juda befoyda va moliylar ostatkada qolib ketishidan dalolat beradi. Undan ko'ra sizlar kartochka yaratib, bozordagi narxini bilib, bozordan shu narsani zakaz tushganda olib kelsanglar, o'zingizlarning cho'mchagingizga ham foyda ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Uchinchi xato kalit so'zlarda, ya'ni boshlang'ich uzun sellerlar kalit so'zlarni kam yozib qo'yapti. Ya'ni kartochka yaratayotganda kalit so'zlarni 4 ta, 5 ta so'z qilib qo'yapti. 390 tami, 390 ta limit berilganmi, 390 ta yozish kerak. Shu narsani qilsanglar, klientlar poyezdga yozganda, poyezddan birinchi, ikkinchi yoki uchinchi chiqib ketishingiz shu narsa kafolat beradi va zakazinglar ko'payishiga ham shu narsa bilan foyda berishi mumkin. Aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Sizlardan eng katta kutadigan narsam like va komment. Agar sizlar shu narsalarni qilgan bo'lsanglar, sizlarga kattakon rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.